Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan koxlear implantli bolalarning eshituv nutqiy reabilitatsiyasi mavzusida suhbatlashamiz. Ma'ruzachi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti surdopedagogika va maxsus pedagogikaning klinik asoslari kafedrasi o'qituvchisi Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi. Dastavval koxlear implantli bolalar eshituv nutqiy reabilitatsiyasining maqsadi bilan tanishamiz. Odatda koxlear implantatsiyadan so'ng bola yangi eshituv sezgilarini o'zlashtiradi, ya'ni implant orqali kelayotgan tovushlarni tanish jarayoni boshlanadi. Nutq tovushlarini farqlash va tushunishni rivojlantiriladi. Reabilitatsiya jarayonida o'z nutqini shakllantirish yoki yaxshilash imkoni bolaga beriladi. Ya'ni pedagogik jarayonda bola o'z nutqini nazorat qilishga o'rgatib boriladi. Reabilitatsiyaning yana bir maqsadi bolani ijtimoiy va psixologik jihatdan moslashuvini osonlashtirishga qaratilgan bo'lib, bola eshituv va nutqqa o'rganib borgan sari undagi ijtimoiy va psixologik jarayonlar ham sekin-asta rivojlanib boradi. Koxlear implantli bolalarda reabilitatsiya jarayoni bir necha bosqichlarda amalga oshiriladi. Ushbu bosqichlarning birinchi bosqichi jarrohlikdan keyingi erta, ya'ni dastlabki davr bo'lib, bu davr asosan boladagi adaptatsiya bilan bog'liq hisoblanadi. Odatda implant o'rnatilgandan so'ng 3-4 hafta ichida tizim sekin-astalik bilan faollashtirila boshlanadi. Ya'ni bola dastlabki tovushli muhitni his qiladi va tovushlarga moslashuv jarayoni boshlanadi. Dastlabki bosqichdagi asosiy vazifa ota-onalar va mutaxassislar bolaning reaksiyalarini kuzatishlaridan iborat hisoblanadi. Ikkinchi bosqich eshituv tajribasini shakllantirishga qaratilgan. Aynan mana shu bosqichdan boshlab reabilitatsiyaning asosiy jarayoni amalga oshirila boshlanadi. Bu bosqichga kelib, bolaga tovush manbaini aniqlash, tovushni farqlash, ritmni sezish o'rgatiladi. Mashg'ulotlar o'yin tarzida olib boriladi. Tovushli o'yinchoqlar, musiqa, tovushni tanish mashqlaridan foydalaniladi. Surdopedagog eshituv differensiatsiyasini amalga oshiradi. Ya'ni nutqiy nonutqiy tovushlarni o'zaro farqlash boshlanadi. Uchinchi bosqich bu nutqni idrok etish va shakllantirishga qaratilgan bosqichdir. Reabilitatsion jarayonning bu bosqichida bola so'zlarni eshitib tushunishni o'rganadi. So'ngra u so'z va gaplarni talaffuz qilishga o'tadi. Nutq artikulatsiyasi, intonatsiya, grammatik tuzilma bosqichma-bosqich rivojlanishni boshlaydi. Reabilitatsion mashg'ulotlarni tashkil etish ma'lum bir tamoyillarga asoslanadi. Quyida o'sha tamoyillar bilan tanishamiz. Individual yondashuv tamoyili. Bu eng asosiy tamoyillardan biri bo'lib, odatda har bir bola, shu jumladan koxlear implantli bolalar ham o'zining eshitish darajasi, o'ziga xos yosh xususiyatlari, o'ziga xos psixologik xususiyatlariga ega bo'ladi va pedagogik jarayonda pedagog reabilitatsion faoliyatning samaradorligini ta'minlash uchun albatta har bir bolani o'z xususiyatidan kelib chiqqan holda individual yondashishi talab etiladi. Keyingi tamoyil izchillik va bosqichma-bosqichlilik tamoyili. Bu bosqichda talab etiladigan asosiy narsa pedagog tomonidan berilayotgan materiallarni va mashqlar tizimini osondan murakkabga qarab olib borilishidir. Ya'ni reabilitatsion faoliyatni tashkil etishda maxsus pedagog bolaga har bir mashqni, har bir nutq materialini, har bir eshituv materialini eng oson ko'rinishlardan boshlab, sekin-astalik bilan murakkablashtirib borishi tavsiya etiladi. Ana shundagina tizimlilik va izchillik ta'minlanadi va bola berilayotgan materiallar mazmunini osonroq tushunishga, tizimli tushunishga, bundan tashqari materiallar mazmunini osonroq o'zlashtirishga erishadi. Keyingisi ko'rgazmalilik tamoyili.
Ta'limning asosiy tamoyillaridan hisoblangan ushbu tamoyil bolalarda vizual ko'rish orqali materialni oson o'zlashtirishga yordam beradi. Jumladan turli o'yinlar, rasmlar, predmetlar, mulyajlar, video va audio materiallardan foydalanish reabilitatsion faoliyatda pedagog tomonidan berilayotgan har bir ma'lumot, har bir rivojlantirishga qaratilgan mashqlar tizimini osonlashtiradi va ularning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Keyingisi eshituv nazorati. Har doim reabilitatsion mashg'ulotlarni tashkil qilish jarayonida bola har bir mashq davomida eshitib farqlashga yo'naltiriladi. Pedagog bolani mashqlar jarayonida tovushlarni eshitishi va ularni idrok qilayotganligini nazorat etishi talab qilinadi. Keyingi tamoyil bu ota-onalar ishtiroki hisoblanadi. Ota-onalar ishtiroki prinsipi odatda reabilitatsion faoliyatda eng asosiy bo'g'inlardan biri hisoblanadi. Chunki bola faoliyati davomida nafaqat pedagog, balki oilasi, yaqinlari, ota-onasi bilan birgalikda ham ko'p vaqtini o'tkazadi. Agar ota-onalar pedagoglar bilan hamkorlikda faoliyat yuritsa va uy sharoitida pedagog tomonidan tavsiya etilgan mashg'ulotlarni davom ettirishsa, reabilitatsion faoliyat samarasi tezroq, aniqroq va samaraliroq amalga oshadi. Reabilitatsion faoliyatda bir necha asosiy mashg'ulot turlarini farqlash mumkin. Bulardan birinchisi eshituv idrokini rivojlantiruvchi o'yinlar. O'yin faoliyati bola hayotida juda ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, odatda koxlear implantli bolalar bilan reabilitatsion faoliyatda eshituv idrokini rivojlantirishga, nutqni faollashtirishga, bilish jarayonlarini oshirishga qaratilgan o'yinli tizimdan foydalaniladi. Qaysi hayvon ovoz chiqaradi, tovush qayerdan kelmoqda kabi mashqlar tizimi, o'yinlar mana shular jumlasiga kiradi. Keyingisi tovush differensiatsiyasi mashqlari. Bu mashg'ulot turi ham reabilitatsion faoliyatda asosiy ahamiyatga ega bo'lgan mashq turlaridan biridir. Differensiatsion mashqlardan foydalanish bolalarda unli va undosh tovushlarni, nutqiy nonutqiy tovushlarni, shuningdek talaffuzi o'zaro o'xshash bo'lgan tovushlarni farqlash uchun xizmat qiladi va bu jarayonni osonlashtirishga yordam beradi. Keyingi mashg'ulot turi bu so'z boyligini oshirishga qaratilgan mashg'ulotlar tizimi. So'z boyligini oshirish mashg'ulotlarida o'quvchilar koxlear implantli bolalar yangi so'zlarni tinglaydilar, takrorlaydilar va lug'atlarida yangi so'z zaxirasini shakllantiradilar. Keyingisi bevosita bog'liq holda nutqni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulot turlari hisoblanadi. Ya'ni bolalarda so'z boyligi oshib borgan sari ularni nutqda qo'llash, gaplar tuzish, savol-javoblar, hikoya qilish kabi mashqlar tizimi bilan mustahkamlab boriladi. Keyingi mashg'ulot turi bu ritmik mashqlardir. Ritmik mashqlar nafaqat bolalarni umumiy rivojlanishiga, balki eshitish, nutq faoliyatlariga ham o'zining albatta ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Bu mashqlar tizimiga qo'shiq, she'r, qo'l harakatlari bilan uyg'unlashgan mashqlar tizimi kiradi. Xo'p, reabilitatsiyadan keyin bolalar yangi eshituv sezgilarini o'rganadilar. Implant orqali kelayotgan tovushlarni tanishga, ularni farqlashga o'rganadilar. Nutq tovushlarini farqlash va ularni tushunish rivojlanadi. Bundan tashqari, nutqning sifat darajasi yaxshilanadi va bolalar muloqotda osonroq muloqotga kirishish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Koxlear implantli bolalar eshituv nutqiy reabilitatsiyasini qanchalik tez va izchillikda amalga oshirilsa, tizimlilik, uzviy
uzluksizlik ta'minlansa, natijadorlik shunchalik samarali va shunchalik qisqa fursatda amalga